Mana aziz do'stlar, Klaypedan Delfinariyaga kassaga ochirib turibmiz. Mana kassadan bilet olish kerak ekan, ochirib turibmiz. Mana ochirib turibmiz kassaga. Hozir bilet olamiz. Mana ochirib turibmiz, kassaga o'tirib qolyapmiz. Hozir bilet olsa, bilet narxini ko'rsataman. Mana aziz do'stlar, ikkita bilet oldik. Delfinariyaga oldik, muzeyga olmadik. 18 yevrodan ekan. Har bitta odamga 36. Mana chiqdik-da. Ketyapmiz mana. Bundan ichga kiramiz. 1 soat kutish kerak ekan. Hozir seans tugamabdi. Seans ketyapti ekan. 1 soatdan keyin biz anamiz kerak ekan. Ochirtimiz. Boshqa seansga kiramiz. Mana odamlar ochirtga turibdi o'zi. Delfinariumimiz. Ne, mashinalar mana poyezdchalar bor ekan mana. Odamlar olib kelgan. O'tiramiz. Ana odamlar ochirtga turibdi. Delfinariyaga. Nima? Ana odamlar keldi. Mana odamlar ketyapti. Ana kater ketyapti, qaranglar qanday tezlik bilan. Ana odamlar keldi. Mana aziz do'stlar, Delfinariyaga ham bilet oldik. Mana o'tiribmiz, kutib. 2dan 30taga 2,5 garochi bilet seans boshlangan ekan. 1 soat qoldi. Mana odamlar kassaga turibdi, mana bilet olyapti. Biz mana o'tiribmiz. Ana odamlar mana juda ajoyib manzara ekan mana. Sohil bo'yi.